Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kimdir sizga atigi mana shu bedabafka bilan, tabiiy dori bilan zo'r tuzalib ketasiz deydigan bo'lsa, umuman ishonmang. Agar shunaqangi bo'lganda, men o'zim bir vaqtda o'zim mana shuncha dorini ichmagan bo'lardim. Sabab bir dona mana shu kapsulalarni o'zi Belay fol qo'shimchani o'zi 100% tabiiy hech qachon odamni 100% sog'lom bo'lishligiga, bir necha kasalliklarni oldini olishligiga sabab bo'lmaydi. Bir dona nonni o'zini yeb yuravering, bo'ldi, zo'r ketaverasiz deganda qangida bu. Sabzavot, meva kerak bo'ladi, go'sht kerak bo'ladi, to'g'rimi? Biz sog'lom bo'lishligimiz uchun, jasadni mahkam ushlab turishligi uchun, kasal bo'lmasligi uchun ham bir dona bu kapsulalarni o'zi kamlik qiladi. O'shaning uchun mana shuni hammasini ichaman men. Bir vaqtda o'zida mana ikkiga bo'lib ichib yuboriladi. Mana bu ikkita letsitsinni men doim aytaman, ko'pchilik ichib yurar ekan, bu ichilmaydi, bu chaynaladi. Mana shu hozir mana bu narsalar mana hammasini bir martada ham ketaveradi bu. Chunki o'rganib qolingan shu narsaga. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Albatta bu sog'lom bo'lishligi uchun, sog'lom qarishlik uchun, muammolardan uzoq bo'lishlik uchun sabab. Bismillah. Ko'ringlar, mana kimdir u orqaga otib yubordi ekanda, bir ikkitalar bismillah. Albatta bular bir-biri bilan chiqishligini, hammasini o'qib, o'rganib, keyin ichilyapti. Ketma-ketligi. Va mana ikkita litsin. Solinadi, chaynab yuriladi bu narsani. Bitta tishlab ichida yog'ini yutib yuboriladi, ustida jelatinda eritib yo'qotib yuboriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qiling.